Яқшымсызlar достlar, мен сілерінің yüzтуан хежилжан достыңлары ендім баян. Сілер төт көз білен күтіп атқан Баху Балиның ішкенші бөлімі ақыры етіп келді. Бүгін сілерге сөзлейдіған hikayemiz болса, көзі чоң, қаллысы тоң болған Поликөз қинаны білен ağzını жұммайдыған күмпісі бар келіннің бірлікті бетчәрі балыны өлім гірдауыға апырып қойғанның hikayesi. Hikayemiz davamlıq Баху Балиның бірінші бөліміге davamlaştırып сөзілді. Әгер ilgirki қысымыны көрмегенлер болса, Hanus salonundan ve yakın moşu doyundan körsenler buludu. Durus, hikayemizge qaytib keleli. Bu tüngülekte köz var, piçaqtak söz var xotun Hindistan padişahlığının xan validisi Halaköz xan idi. Mana bugün qo'y go'sht yeb zerikkan bu xotin o'tan kavobda pil pishiraman deb beshig'i kuldanni qo'yib dag'dam qadamlar bilan ziyofatga menyotdi. Xotin laz shoydir, 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 shoydir. To'satdan bizning qahramon Bahobali ishni bir tip ichib o'zining yeshig'i tayyorlab qo'ygan kavobdansini so'rab ochqidi. Hamda g'o'dug'il qilayotgan xalqlarga Qarindoshlar, men uzun yil kavobchilik qilgan 38 xil kavob chiqarishni bilaman. Hil kavobiga ziri qasi qattiq moslashidi, ava ziri chachimiz, andin dassaymiz. Bu umoq pulga o'zining surlangan go'shtlari tetib ketib, xush bo'lib ketadi. Bahobali yulg'un kavobdan gangvar kavob yaxshi deb, ko'nichi kavob berish uslubiga xotim berish uchun burunqi kavob iloyi Mehmet Burutning haykalini ko'ydirib tashlaydi. Amaliyotda Polikoz xon musha harakatlari orqali xalq amonlik tilayotadi. Onasining xalq uchun uzun safarlarni besib, og'rib ketgan putlarni ko'rgan Bahobali jafo chekdim ana, putlaring og'rib ketgan-du deb onasining shishib ketgan putlarini beshiga yostiq qilib yetib oladi. Mana nima degan kuyimjon Bahobali bu? Otun kavab qilarmish dehi. Kav menjin g'itamda. Tüfi. Ağzının ustiga ishkital kuyib ketgan to'xu pochig'ini esib olgan, chechini tavran qilib olgan, butun to'ylig'ini bo'yniga esib olgan bu kasaya o'g'irsi chiroy qiyri Bala divaning o'z dadisi, Hindiston xondanligi Meyipla jamiyatining faxriy raisi Jala diva apandim bo'lib, o'zining ham o'g'lining podshohlik taxtiga o'ltiranmaganligidan qattiq shang-shing bo'lib, aroq ichib kayfning ichiga cho'kib ketgan edi. Bahobali taxt varisi bo'lib tayinlangandan keyin o'zining ayoli va Bala divaning onasi Davlat xon validasi Polikoz xonni qaslamoqchi bo'ladi. Aşı apang degan bir nimani bo'ynini siqib o'ttirib o'tgan kelib ketdi. Lekin men apangdan qo'rqayman-da. Endi qo'rqaymanmi emas, hurmat qilaman. Shunga sen apangning arzuliq o'g'li ming bir jabada emitib cho'ng qilgan yurak parisi bo'lgandan keyin senni o'ttirib o'tamsa ya. Voy dada, avayla. Ma apamning amroq qochilarini cheqib o'tib qolma deb qopsa, o'ng qo'limda dangal chalma, cho'rikingni chiqib o'taman. Ota! Siz xon validning yomon gapini qilganda qildingiz, ha? Xotin yassun, xon validi yassun. Davomini ko'makchi bo'lsangiz Hanus saloniga kiring. Salon nomi Boshbat yizig'liq. Bir koy to'lab ko'ramishdi. Qovg'amni egib. Tfi.